Makrofag hujayrasi. Makrofag hujayrasi inson organizmida biriktiruvchi to'qimalarni fibroblast hujayrasidan keyin eng ko'p uchraydigan, ya'ni 20% tashkil qiladigan hujayra hisoblanadi. Hujayra shaklini ko'rganimizda hujayra shakli yassi yoki yumaloq shaklda bo'ladi. Markazda joylashgan yumaloq yoki ovozsimon shakldagi yadrosini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Makrofag hujayrasini ikki xil turi farqlanadi. Ikki xil turi. Birinchisi o'troq turi bo'lsa, ikkinchisi ko'chib yuruvchi turi farqlanadi. O'troq makrofaglar qayerda joylashadi? Makrofag hujayrasi kelib chiqishi monotitlardan kelib chiqqan bo'lib, monotsitlar jigarga borganda Kupfer hujayrasi nomini oladi va o'z navbatida makrofagga aylanadi. Ularning vazifasi jigarga tushgan har qanday yod mahsulotlarni parchalab berish. Bundan tashqari holatda jigardagi qari eritrotsitlarni 118, 119, 120 kun yashagan eritrotsitlarni tanib olib, parchalab berish vazifasini bajarib beradi. Yoki bo'lmasam, monotsitlar o'pka borku, o'pkaga boradida nomini o'zgartirib, chang hujayrasi bo'ladi. Chang hujayralari va o'z navbatida makrofaglarga aylanib oladi. Bularning vazifasi nafas orqali kirgan har qanaqa yod mahsulotni parchalab berish vazifasini bajarib beradi. Yoki bo'lmasam, monotsitlar qon oqimi orqali tog'ay to'qimasiga borib xondroklast nomini oladi. Xondroklast. Klasslar nima qilib berardi? Parchalarni yeb bitirib berardi. Ya'ni qon orqali tog'ay to'qimasiga boradi, xondroklast nomini olib, ortiqcha ishlab chiqarilgan tog'ayni hujayralararo moddalarini va qari tog'ay hujayralarini yeb bitirib berish vazifasini bajarib beradi. Yoki bo'lmasa, monotsitlar qon orqali suyakka borib turib, osteoklast nomini oladi. Osteoklast. Bunda osteoklast sistemasi ishga tushib ketadi. Xuddi mana shunday o'troq makrofaglar xuddi mana shu vazifalarni bajarib beradi. Endi makrofaglarni differon nima edi? Hozir gaplashdik. Differon bir ona hujayradan taraqqiy etgan hujayralar yig'indisi. Bularning ham differoni o'z navbatida yetuklik paytida suyak ko'magidagi o'zak hujayradan shakllanadi. O'zak hujayra vaqt o'tishi bilan yarim o'zak hujayraga aylanadi. Yarim o'zak hujayra vaqt o'tishi bilan premonotsitga aylanadi. Premonotsit vaqt o'tishi bilan monotsitga aylanadi. Monotsitga. Endi monotsitlar qon oqimida suzib borishi natijasida bironta a'zoga kirishi orqali o'z navbatida makrofagga aylanadi. Mana. Bu o'z navbatida differoni, bir ona hujayradan taraqqiy etgan hujayralar. Makrofaglar hech qachon qon oqimiga qaytib tushmaydi, o'sha joyda nobud bo'ladi. Endi biz makrofaglarda shunday xususiyati borki, ular o'z navbatida inson organizmida himoya funksiyalarini bajarib turib, biz ularni umumiy nom bilan mononuklear fagositar sistema deb nomlaymiz. Mononuklear fagositar sistema. İnson organizmidagi fagositlar, o'sha makrofaglar orqali kurashuvchi sistema deb nomlaymiz. Endi makrofaglarni biz o'z navbatida yana bitta shunday xususiyati bor. Makrofaglar qon oqimidagi zararli mahsulotlarni bilib turib, ularni immun sistemaga yetkazib berish vazifalarini ham bajarib beradi. Xuddi mana shu immun sistemaga yetkazib berish natijasida organizmdagi himoya jarayonlarida ham ishtirok etib berish vazifalarini bajarib beradi.